Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun süt va sog'lomlik degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi sütninki foydasi va uning ba'zi insonlarda keltirib chiqarish ehtimoli bo'lgan aks ta'siri to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatı bolsun. Süt insanlarni o'z ichiga olgan barliq süt emgüchi hayvonlarning süt bezi ishlab chiqargan oq ranglik suyuqlik bo'lib, u yangi tug'ilgan süt emgüchilarning asosli oziqlik manbasidir. Süt tarkibida oqsil, süt shakari, to'yingan may, kalsiy qatorliq nurg'ulg'an oziqlik moddalar bor. Undan başqa süt tarkibidagi immunit omillari va immunitni tengshash tarkiblari yangi tug'ilgan buvoqlarning immunit kuchini yuqori ko'tarib, ularning kasalga qarshi turishida nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Ona süti buvoqlar uchun bek muhim bo'lib, undan boshqa insonlar ko'p iste'mol qiladigan sütlar kola süti, qo'y süti, at süti ve tögü sütüden ibaret. Sütning sog'lomlikdagi roli. Sütning sog'lomlikdagi foydasi nihoyat ko'p bo'lib, ularni tövəndəki bir nechta turlarga ayirib o'tirib qo'yish mumkin. Birinchisi sütning suyak sog'lomligidagi muhim roli. Süt kalsiy va fosforning muhim manbasi bo'lib, suyak va tishning sog'lom yetilishida kam bo'lsa bo'lmaydi. Süt tarkibidagi vitamin D kalsiyning sümürülüşüge yordam berdi. Ya'ni badanda agar vitamin D kam bo'lgan vaqtida biz yetarli kalsiy iste'mol qilgan taqdirdami badanimiz uni unumli sümürolmaydi. Shunga bu vitamin D kalsiy bir vaqtda to'liqlangan vaqtida anandan keyin bu sumakning sog'lomligiga texim yaxshi kapolat qilish mumkin. Ikkinchisi yurak sog'lomligi. Süt tarkibida kaliy bor bo'lib, u qon besimini tengshashga yordam berdi. Tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida muvofiq süt iste'mol qilish orqali yurak qon tomir kasalliklarining xavfini azaytish mumkin. Uchinchisi immunit sistemasi. Süt tarkibidagi vitamin D badanning immunit iqtidorini qo'llaydi. Süt tarkibidagi antibodilar badanning immunit kuchini kuchaytiradi. To'rtinchisi hazm qilish sog'lomligi. Süt uchaydagi foydali bakteriyaning o'sishini ilgari surib, hazm qilishga yordam beradi. Beshinchisi muskulning o'sishi va remont qilinishi, ya'ni zaxm bo'lgan muskullarning remont qilinishi. Jihatda süt a'lo sifatli oqsil manbasi bo'lib, muskullarning sog'lomligida kam bo'lsa bo'lmaydi. Ya'ni süt bizning badanimizga nihoyatda a'lo sifatli oqsillarni ta'minlaganlik uchun muskullarning sog'lom yetilishi va zaxmga uchirgan muskullarning qaytadan remont qilinishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Oltinchisi energiya ishlab chiqarish. Süt tarkibida vitamin B bor bo'lib, u energiyaning metabolizmida nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Yettinchisi boshqa sog'lomlik foydasi, ya'ni sütning boshqa sog'lomlik foydasi. Süt tarkibida vitamin A bor bo'lib, u ko'zning ko'rish quvvati va teri sog'lomligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa sütning tarkibida oksidlashga qarshi turg'uvchi moddalar bor bo'lib, u oksidlanishning oldini oladi. Sütning men yuqorida deb o'tgandagidek nurg'ulg'an foydasi bor ekan, undaqda sütninki aks ta'siri ziyni bormi degan vaqtida süt odatda oziqlik qiymati
yuqori ichimlik deb qaralsa-mu, ammo ba'zi kishilarda ba'zi aks ta'sir va ziyonlarni keltirib chiqarishi mumkin. Birinchisi, süt tarkibida ko'p miqdorda süt shakari bor bo'lib, badanida süt shakarini hazm qiladigan enzim kam kishilar süt iste'mol qilgan vaqtida süt shakarini hazm qilolmaslik sababidan qo'saq ko'pish, ish surish va qo'saq og'rish kelib chiqadi. Ikkinchisi, süt tarkibidagi oqsil yoki süt shakari ba'zi kishilarga allergiya qilib, terida qizil chiqish, qusish qatorliq allergiyalik inkaslarni paydo qiladi. Uchinchisi, sütning tarkibidagi may ba'zi kishilarda qo'saq ko'pish, yondirish, oshqozon og'rish, donaxo'rak qatorliqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Xom süt yoki bir taraf qilinmagan sütning tarkibida har xil bakteriyalar bor bo'lib, sütni xom yoki bir taraf qilmay iste'mol qilgan vaqtida uchay süt tarkibidagi bakteriyalar bilan yuqumlanib, bakteriya keltirib chiqargan kasalliklarga giribtor bo'lishi, natijada ich surish, qusish, qizish, ba'zi og'ir ahvollarda hatto o'lib ketish kelib chiqishi mumkin. Hozir ko'pincha davlatlardagi magazinlarda sotilayotgan süt bir taraf qilingan süt bo'lib, tarkibidagi bakteriyalar asosan yo'q qilingan. Shunglashqa uni biz qaynatmay iste'mol qilsakmi, alayda ahvol kelib chiqmasligi mumkin. Ammo biz kaladan bevosita siqqan xom sütni qaynatmay yoki bir taraf qilmay ichgan vaqtimizda yuqoridagidek ahvollar kelib chiqishi mumkin. Undan boshqa ba'zi kishilar yoki davlatlar kolning süt ishlab chiqarish miqdorini oshirish uchun kola beqishda ba'zi tabiiy bo'lmagan usullarni qo'llanganligi, bo'libmi hormon va ximiyalik dorilarni qo'llanganligi uchun uzun muddat undaq beqilgan kolaning sütini iste'mol qilgan vaqtida rak qatorliq ba'zi ig'ir kasalliklarga giribtor bo'lish xatiri yuqori bo'ladiganligi to'g'risida ba'zi ma'lumotlar bor. Shunglashqa bu süt setib olgan vaqtidami sütning manbasiga alohida diqqat qilish bizningki sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Undaqda süt iste'mol qilgan vaqtida biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida, birinchisi xom süt yoki bir taraf qilmagan sütni ichmaslik kerak. Koladan bevosita siqqan xom sütni cho'qim qaynatib yoki yaxshi bir taraf qilib iste'mol qilish kerak. Ikkinchisi, badanda süt shakarini hazm qiladigan enzim kam kishilar bir taraf qilinmagan sütni, ya'ni tarkibidagi bu süt shakarini chiqarib tashlamagan sütlarni ichishdan saqlanish, cho'qim süt shakarini chiqarayotgan sütlarni iste'mol qilish kerak. Uchinchisi, sütga allergiya bo'ladigan kishilar süt ichish zarur bo'lgan vaqtida oz-ozdan süt ichish, süt ichish jarayonida bearomlik his qilsa, süt ichishdan darhol to'xtash kerak. To'rtinchisi, süt setib olgan vaqtida süt manbasi va sütning sifatiga alohida diqqat qilish kerak. Beshinchisi, amal bor tabiiy beqilgan kola yoki qo'ylarning sutini setib olib iste'mol qilish kerak. Faqat süt ichmagan vaqtida qandaq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida ko'pincha sog'lom qo'ramiga yetgan kishilarga nisbatan faqat süt ichmaymi yetarlik ozuqlikqa erishgili bo'ladi. Ammo faqat süt ichmagan vaqtida badanda kalsiy, vitamin D kamligi kelib chiqish va sumakning sog'lomligiga ta'sir yetishi mumkin. Shunga faqat süt ichmaydigan kishilar cho'qim kalsiy mo'l yemakliklarni iste'mol qilishi, badandagi kalsiy, vitamin D'larni to'liqlashga alohida ahamiyat berishi, yetarlik quyoshga qoqilinishi kerak. Ammo yangi tug'ilgan bovaqlar ona süti yoki uning o'rnini oladigan
süt iste'mol qilmagan vaqtida ularning sog'lom o'sib yetilishi ko'zga ko'rinarli darajada ta'sirga uchraydi. Shunglashqa, yangi tug'ilgan bovoqlar cho'qim yetarlik vaqt ona sutini ichish kerak. Agar faqat bo'lmagan vaqtidami uning o'rnini oladigan, ya'ni bovoqlarga mos keladigan sutlar bilan beqilishi kerak. Bo'lmasa, yangi tug'ilgan bovoqlarning sog'lom o'sib yetilishi yetarlik ta'sirga uchraydi. Oxirida insonlar ko'p iste'mol qiladigan o'simlik süt mahsulotlarini qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Bu yerda 5 xil o'simlik suti, purchoq suti, bodom suti, ko'knat suti, sulu suti va kasina suti. Bu 5 xil süt hozir bozorlarda setilayotgan va insonlar ko'p iste'mol qilayotgan sutlar bo'lib, ularning ichida purchoq suti nisbatan eng sog'lom sut deb qaralgan sut. Uning tarkibidagi oqsil miqdori normal sut bilan o'xshash bo'lib, uning tarkibidagi shakar va may tuvan. Shunglashqa bu sut nisbatan sog'lom sut deb qaralgan sut. Undan qolib qolsa, bodom suti tarkibidagi kalsiy va vitamin E yuqori, oqsil va may tuvan. Kokonat suti tarkibidagi shakar va may miqdori tuvan, oqsil yo'q. Sulu suti tarkibidagi may va oqsil tuvan, tala va shakar miqdori yuqori. Kasina suti tarkibidagi shakar, may, oqsil qatorliq ozuqliq tarkibi tuvan. Bular hozir bozorlarda ko'p setilayotgan va insonlar ko'p iste'mol qilayotgan o'simlik süt mahsulotlari. Bugungi bu süt va sog'lomlik to'g'risidagi qisqa leksiyani mishat og'irlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab, süt to'g'risida ba'zi savollarni so'ragan edi. Men texmi ko'p qarindoshlarning foydalanishi uchun bu leksiyani so'zlab qarindoshlarga sundim. Hammanglarning uni anglab chiqib foydalanishinglarni umid qilaman. Oxirida hammanglarning tiniga salomatlik tilayman. Xayr xo'sh, Allohga omonat.